xotinini qorniga yedirgan xotinini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ayolingni og'ziga sen qo'ling bilan solgan luqma seni amalingga sadaqa qildi deb yoziladi. Senga savob bu diyor. Nega Alloh buni aytayapti? Demak, buni ko'p erkak qila olmas ekan. Xotinini yeganini yemaxo'r deydigan, afsuski jamoamizning ichida shunday erkaklar bor. Zoti past deydigan, sen zoti pastiga uylandingmi? To'ng'iz deydigan. Uyalasiz. Musulmonning ahvoli shu bo'lsa deb g'ayri musulmonlar kuladigan ishni qilyapti bular. Ya musulmonlar xotinini deydi, oyoq osti qiladi deydi. Shu g'ayri din o'risni xotiniga bo'lgan muhabbatchalik muhabbatingiz yo'qmi? Ey? Xotini oshxonaga kirsa, shu o'ris dinsiz. Xotini o'tiryapsa, stolda ushab o'tkazib qo'yadi. Biznikilar o'tirib oladi, o'tirmaysanmi? G'odayib tura olmasdan deydi. Sunnat yo'q. Keyin xotin nima deydi? Voy, uzr bo'ldi deydimi? Indamay o'tiradida ichida qarg'aydi. Tiling uzurgur. Og'zing yopilmadi-da deydi. Xotinning duosi qabul, birodarlar. Chunki u mazluma. Xotindan qarg'ish olov urgan erkak xarob bo'ladi, aytib qo'ying. Xotindan duo olishga ham harakat qilish kerak.